Barchangizga a'lo kayfiyatlar tilab qolamiz, hurmatli Sumbula burt sohiblari. Sizlar uchun tarix xaritasidan xabar bu 2025-yil dekabr oyi uchun. Bu shunchaki kayfiyat uchun. Xo'sh, sizlarning asosiy maqsadlaringiz nima? Asosiy maqsadlaringiz o'z ishlaringizni hal qilish, o'z qarzlaringiz va planlaringiz, mehmonlar kutish, mehmonga borish, o'zingizni sevgilingiz va yoki juftingiz bilan chiroyli yakdil iliq munosabatlarni o'rnatish, sog'inganlar bilan ko'rishish, aynan mana shu narsalarni maqsad qilgansiz. Va sizda transformatsiya bo'ldi. Oldingi Sumbula emassiz. Ha, siz 2025-yil sizni shunchalik o'zgartirib yubordiki, sizga kim kerak? Kim kerak emas? Kimni tanlaysiz? Kimni tanlamaysiz? Barchasini o'ylab, reja qilib bo'ldingiz. Aynan dekabr oyida siz juda ham aqlli, juda ham sevimli, juda ham ko'rkam bo'ldingiz. Endi sizni xafagarchiliklar qo'rqita olmaydi. Endi oldingidek emas. Aynan 2025-yilda ko'p siqildingiz, ko'p aldandingiz. Ko'p sizni adresingizga toshlar otildi. Ko'p asabiylashdingiz, lekin barchasi ortda qoldi. Aynan dekabr oyida ortda qoldi. Siz hammasini kechirdingiz, unutdingiz va ulardan uzoqroq bo'ldingiz. Sizga kim kerak emas, buni hal qildingiz. Endi sizni sevuvchilar bilan qolishni xohlaysiz va o'z maqsadlaringizda g'alaba qozonishni boshladingiz. Ya'ni sizda xayol bo'lgan bo'lishi mumkin, mana shu oxirgi noyabrning oxirida qilgan rejam bu to'g'rimi yo'qmi? Bu rejam noto'g'ri bo'lsa-chi? Balki men adashgandirman degan ikkilanishlar bo'lishi mumkin. Misol, uy olishda, oila qurishda yoki yarashishda kim bilandir, yoki uni qoldirishda hayotingizda, yoki bo'lmasam zani va yana urinib ko'rish holati bo'lgan bo'lishi mumkin. Sizda ikkilanish bo'lishi mumkin. Hurmatli Sumbula burt sohiblari, balki bu ishimni noto'g'ri qilgandirman, shoshilib qolgandirman. Yo'q, siz to'g'ri qilgansiz, g'alaba qozonyapsiz. To'g'ri. Siz to'g'ri qaror qabul qildingiz. Bu qaroringiz juda ham ajoyib. Bu jamiyatga ham zarar keltirmaydi, faqat o'zingizga foyda keltiradi. Faqat o'zingizga. Sizni juda sevimli qiladi, hatto sizni boy qiladi. Siz to'g'ri tanladingiz. Sizga kim kerak? Kim kerak emas? O'sha bilan qolish, o'sha bilan qolmaslik, hammasi noyabr oxirida qilgan, ya'ni rejalaringiz, ya'ni o'zingizni qaroringiz bu to'g'ri qaror bo'lgan. Sizni rejalaringiz, maqsadlaringiz aniq. Endi siz ko'proq pul topish, ko'proq ya'ni pul to'plash va o'zingizni istalgan, yoqtirgan kasbingizni topish niyatingiz ham bor. Hatto keyinchalik yangi yildan keyin balkim kasbingizni o'zgartirish yoki uning urovinini balandga ko'tarish xohishingiz bor. Ya'ni bu yog'iga juda ham ko'p tajribadan o'tdingizda, bu narsa sizni endi yana ham ehtiyot bo'lishga, yana ham pozitivniy bo'lishga, chunki siz endi pozitivniy yashamasangiz bo'lmaydi. Siz imijingiz o'zgardi. Siz oldinlari juda ham g'amgin, juda ham baqiroq yoki juda ham tez xafa bo'luvchi bo'lgansiz. Endi sizni shunaqa o'zgartirdiki, 2025-yildagi voqealar, bo'ladigan qo'ng'iroqlar, keladigan qo'ng'iroqlar sizni shunaqa o'zgartirdiki, siz umuman boshqa olamga o'tdingiz. Siz umuman boshqacha Sumbulasiz. Buni 2026-yilda o'zingiz ham sezasiz. Bu hozirgi paytda telefonda, onlaynda suhbatlaringiz bor, suhbatlashuvchi insonlaringiz bor. Masalan, lekin onlaynda hal qiladigan biznesingiz bor. Onlayn orqali pul topasiz. Misol, balkim siz Yandexda ishlaysiz yoki bo'lmasam siz onlayn biznesni o'rganmoqchisiz yoki onlayn biznesda nimadir qilmoqchisiz. Aynan dekabr oyida shunaqa g'oya sizni o'ylantiryapti. Shunaqa ishlar qilsam yana ham ko'proq pul topaman, tavakkal qilaman. Endi siz hatto qo'rqmasdan tavakkal qilishga tayyorsiz, hurmatli Sumbula burt sohiblari. Bu sizni pullarga, obro'ga, martabaga yetaklaydi. Bu to'g'ri qaror, lekin shoshilmasdan qaror qabul qiling. Maqsadlar va rejalaringiz juda ham aniq, juda ham ajoyib. Shu paytgacha bo'lgan yolg'izlik, misol uchun hurmatli Sumbula burt sohiblari, shu paytgacha agar siz yolg'iz bo'lsangiz, uylanishga yoki turmushga chiqarishga qaror qabul qila olmayotgan bo'lsangiz, aynan dekabr oyida bu narsalar sizdan ketadi. Dekabr oyida sizning xaridoringiz ko'p. Yolg'iz Sumbula burt sohiblari, ya'ni balog'atga yetganlar nazarda tuting. Sizda dekabr oyida pul, reja, maqsad, o'zingizni joyingizni qo'yib yubormaslik, o'rningizni yo'qotmaslik, turli xil mayda-chuyda, ya'ni sizni
unchalik yoqmaydigan suhbatlar bo'lishi mumkin. O'sha suhbatlarga ham e'tibor bermaslikni o'rgandingiz. Sizga endi qizig'i yo'q odamlarning gapi. Odamlarning fikri qizig'i yo'q. Siz o'zingizni maqsadingiz aniq, qayerga borishingiz aniq, kim bilan gaplashishingiz aniq, qanaqa pulni to'plashingiz o'zingizga aniq, chunki sizni 2025-yil shunaqa tarbiyaladiki, shunaqa savaladiki, bo'ldi siz уже hammasini hammadan chiroyli qilib qo'yasiz. Siz endi pozitivniy, xushmuomala, chiroyli, ko'rkam, qo'rqmas bo'ldingiz. Hatto 2025-yildagi bo'lgan qo'rquvlaringiz dekabr oyida sizni tark etadi. Siz juda kerakli shaxsga, juda sevimli shaxsga aylanasiz. Sizni gapingizga hamma quloq soladi. Xuddi shunaqa. Endi o'ylab gapirasiz. Hammaga ham ishonib ketavermaysiz, hammaga ham sir aytavermaysiz, hamma bilan ham yaqin bo'lavermaysiz. Sizni shunaqa ham kuchli savaladiki 2025-yil. Siz adolatparvar, mehribon, bir vaqtning o'zida pozitivlikni ham saqlab qolgan holda sabrli va shirin shaxsga aylandingiz. Siz juda ham dekabr oyida shirin bo'ldingiz. Endi aslo hech narsadan qo'rqmaysiz. Yo'llaringiz ochiq. Endi aslo qo'rqmang. Sizda hammasi yaxshi, har tomondan pul, tanishuvlar, sizni hurmat qilmaganlar hurmat qilishi, sizni sog'inmaganlar sog'inishi va barchasini kuzatasiz. Va o'zingizni, hayotingizni popolnochka chiroyli qilib qo'yishni va munosabatlarda juda ham sevimli sevgilingiz bilan yoki juftingiz bilan yoki oilali bo'lsangiz oilangiz bilan hammasi juda ham chiroyli bo'ladi. 2026-yil siz sevgi bilan, tinchlik, xotirjamlik bilan qalbingiz issiq bo'lib 2026-yilni kutib olasiz. Bu sizni, ya'ni bu shuni bildiradiki, 2026-yil bundan ham ajoyib bo'ladi degani. Marhamat, hurmatli Sumbula bursohiblar.